Layli, men keldim. Assalomu alaykum. Assalom. O'zingmisan Layli? Ochilib ketibsan. Ustimdan kulyapsizmi? Bunaqa kiyimni birinchi kiyishim. Yo, nimaga yarashibdi? Sochlaring ham chiroyli turibdi. Yur bo'lmasa aylantirib kelaman. Ketdim. Layli, senga oz bo'lsa ham birinchi sovg'am bermoqchi edim. iPhone? Menga hech kim sovg'a bermagandi. Siz birinchisi bo'ldingiz. Ishqilib oxirgisi bo'lib qoling. Lekin men sovg'a olganlarim ham berganlarim ham juda ko'p bo'lgan. Boring. Hazillashaman-da. Sen menga sodiq qolguningcha, men ham senga xiyonat qilmayman. So'z beraman. Va'da beraman. Siz hayotimda yagona inson bo'lasiz. Xo'sh, ketdikmi? Muzqaymoq yeylik. Ketdim. Aha, ukam, ne ko'tarmayapsan? Ishxonadan qilishmayaptimi ishqib? Ya, o'rtog'im aka, hozir. Qachondan beri o'rtoqlari bilan bekinib pinhona gaplashadigan bo'lib qoldi bu. Shuni madrala qilib yuribdi-da, shu bola boru, yoqmayapti menga qadamlari. Bu uydaligimni telefon qiladiganman-ku. Akam eshitib qoladi. Bo'pti, ko'chaga chiqib qolaman.